Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Aloqa Ventures yangi sonida Inter AI startap bilan gaplashamiz. Bu startap $90,000 Aloqa Venturesda ko'targan va Bahrom aka Rozmetov shu startapni founderlari. Bahrom aka, assalomu alaykum. Vaqtingiz uchun rahmat. Bugungi bizga ruxsat berganingiz uchun. Rahmat. Keling bir ofisga boraylik. Ko'rib jamoani tanishtiraman. Ofis zo'r. Bu yerda jamoat o'tirsa kerak. To'g'rida o'ng qo'lda jamoa, bizdan chap qo'lda o'zimizning ofis. Hozirda jamoat nechta odam bor? Hozirda men bilan 7 ta odam bor jamoada. Umumiy. Bahrom aka, o'zi Inter AI nima va o'zi bozordagi qanaqa muammolarni yechadi? Xo'p, Inter AI ko'proq HRlar uchun, ya'ni rekruterlar uchun mo'ljallangan platforma. Xodimlarni yangi ishga kirmoqchi bo'lgan xodimlarni filtr qilib beradi, filtrlab beradi. Ya'ni sizda vakansiya bo'ladigan bo'lsa, ishga e'lon bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishga e'lon bo'yicha murojaat qilgan har bitta nomzodni bizning platforma orqali bemalol filtr qilsa bo'ladi va kerakli o'ziga munosib nomzodlarni tanlab olasiz orasida. Asosiy qiladigan ishi platformamiz shu. To есть, men agarda xodim qidirsam va Inter AI dan foydalansam, u menga filtrlab beradi. Shunaqa. Va to'g'ri kelgan nomzodlarni taklif qilib beradi. Shunaqa. Zo'r. Bu g'oya qayerdan kelgan o'zi? O'zingizda qanaqadir duch kelganmisiz shunaqa muammo bilan yoki g'oya qayerdan kelgan? Men o'zim kompaniyada, частный kompaniyada ishlab yurganman. Oldin ishlab yurgan paytimizda project и product management bo'yicha ishlaganman. Ishlab yurganimizda bilamizki, ko'p IT kompaniyalarda HR rekruterlar bo'lmaydi. Xodimni olish u kimdir vazifasi berib qo'yishadi yoki o'sha team leadlarni yoki qaysidir developer yoki project managerlarni bo'yniga ilib qo'yishadi. Xodim men bo'ynimga bo'lgan ilingani uchun men o'zim e'lon berib, xodimlarni, to есть nomzodlarni bitta-bitta suhbat qilish boshlaganman, rezumesini bitta-bitta ko'rib chiqish boshlaganman. Bitta-bitta hammasini to'g'ri keladiki, miyda qaysi taraf kuchli, qaysi taraf kuchsiz, o'zim hammasini qo'llash, rishnoy qilish boshlaganman. Shundan keyin bu narsadan odam juda qiynalib ketgan. O'zim Telegram bot birinchi ishlab chiqqanman. Qanaqa? Birinchi bo'lib rezumelarni analiz qilib, suhbatga primerni birinchi qanaqa savollar bersa, shu kandidatga to'g'ri bo'ladi. Shunaqa bot ishlab chiqqanman. Ishga olish jarayonini o'zimda sezganman, ancha tezlashgan, o'zim vaqtim ancha qisqargan. Shu bo'yicha keyin kompaniyada shu bo'yicha ishlab yurganman, keyin boshqa kompaniyalarga taklif qilganman, keyin o'sha boshqa kompaniyalar bu xizmatdan foydalangandan keyin o'zimni alohida startap qilib olib chiqib ketganman. Siz bu startap qurish uchun jamoa yig'gansiz. Bu o'zingiz dasturlash anaqangiz yo'q, menimcha backgroundingiz. Produktda bor-da. Shu haqida gap. Dasturlash backgroundi bor, lekin dasturchi bo'lib faoliyatini olib bormaganman, lekin dasturlash backgroundim bor. Asosan o'zimga management tarafi qiziq bo'lgani uchun, ham IT ham qiziq bo'lgani uchun ko'proq produkt va project manager bo'yicha ketganman. Shunaqa. Bu startap qachon start olgan? Ya'ni necha yil bo'ldi? 2025-yil birinchi mana shu ishlab yurgan paytlarim, o'zimiz test qilib yurgan paytlar bu fevral-mart oylari edi. O'sha aprel-maylarda o'sha investitsiyaga harakat qilganmiz. Shunaqa etap bo'lgan, ya'ni fevral-mart oyida birinchi chiqarib o'zim test qilib yurganman. MVP'si fevral-mart bo'lgan. 2025-yil. Da, shunaqa. MVP bilan sizlar birinchi investitsiya Aloqa Venturesda olgansizlar. Shunaqa. Bu ideya jarayonida bo'lgan, ya'ni MVP jarayonida bo'lgan va $20,000 ko'targan. Shunaqa yoshlar qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida $20,000 investitsiya olganmiz. Bu pul sizga qayerga yo'naltirgansiz? Asosiy yo'naltirganimiz bu hali platformamiz sal xomroq edi, darobotga qiladigan, ishlab chiqiladigan hali joylari bor edi. Shunga ko'proq yo'naltirganmiz. Ikkinchisi bu reklamalarga, ya'ni biz boshida ishga tushganimizda biz butun kompaniyalar uchun HR ga to'g'ri kelamiz deb shunaqa vision bilan o'zimizni promot qilganmiz, ya'ni продвигать qilganmiz, shunaqa narsa bilan продвигать qilganmiz. Hozirgi paytda, o'sha hozirgi kunga kelib bizning umuman strategiyamiz o'zgargan. Hozirda mijozlaringlar asosan B2B da.
Yo'q, o'sha B2B'da emas, B2G'da. B2B'da ham mijozlar bor. B2B'da ham mijozlar bor. Chunki 25-yil oxiriga kelib bizni strategiyamiz ko'rib chiqqanimizda 26-yildan boshlab bizning visionimiz faqat fintech bozorini tanlab olganmiz. Ya'ni O'zbekistonda fintech bor va asosiy fintech bozoridagi o'yinchilar bu banklar. Частный banklar, ya'ni xususiy banklar va davlat banklari. Hozirda fokusimiz faqat asosan shunda, ya'ni fintech degan ichida sug'urta, banklar, to'lov tizimlari mana shular kirib ketadi. Hozirgi trendlar haqida gapirsangiz, ya'ni kimlar mijozlarning haqida gapirdingiz, lekin qanaqa mijozlar ular sizlarni qatdan topib kelgan va chek qanaqa? Ya'ni odamlar nechta pul to'lash kerak, чтобы siz o'sha AI'ni ichiga integratsiya qilib berishingiz uchun. B2B'da ishlab yurgan paytimizda hozir asosan B2G'ga ishlayapmiz, ya'ni B2B'da kam bizda. B2B'da ishlab yurilgan paytda bizda sredniy chek 300-400 dollar bo'lgan. AQSh dollari, 300-400 AQSh dollari bo'lgan. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta shunaqa kompaniyalar qo'shilgan, ko'p bo'lmagan. Lekin churn katta bo'lgan. Churn nimaga katta bo'lgan? Chunki biz shunaqa bo'lib qolganmizki, sizga yangi xodim kerak bo'lsa ishlatamiz deyishgan. Ya'ni yangi xodim kerak emas, hozir bizda vakansiya ochilmas, demak kerak emas. Bu bizga platforma, hozircha pul to'lamaymiz. Shunaqa, o'shaning uchun churn o'ynab yurgan. Qaysidir oyda, misol uchun, MRR 5000, 6000 bo'lib ketgan bo'lsa, qaysidir oyda 3000, 4000 bo'lib tushib ketib qolgan yana. Qaysidir oyda yana shunaqa stabilniy MRR umuman yo'q edi. Ko'rganmizki, что HRlar bizdan so'rayotgan narsasi hammasi haq so'ragan. EdTech, ya'ni ta'lim sohasidagi o'quv markazlari, universitetlar bilan ishlab ko'rganmiz, ular umuman boshqacharoq narsalar so'rashyapti, boshqacha ularda sal visioni bor HR-ga, HR departamentiga. Anaqa tarafini qarasangiz, misol uchun retail, e-commerce dan qarasa, ularda boshqacha, fintechlarni qarasa, ularda umuman boshqacha vision ko'ryapti. Ya'ni bilganmizki, hamma uchun agar hozir moslashib beradigan bo'lsak, biz o'zimiz qiynalib ketamiz. Chunki ularning hammasining zaprosi katta bo'lardi, ko'p bo'lardi. Baribir biz hali ideal produkt emas edik. Bizga qo'shiladigan darabotka qilgan joylarimiz ko'p bo'lgan. O'shaning uchun bitta soha, ya'ni o'sha fintech tanlaganmiz, ya'ni fintech uchun ideal HR infrastruktura bo'lamiz deganmiz, platformamiz to'liq HR infrastruktura va hozirda shunaqa bo'lib kelganmiz. Ya'ni hozir bittagina faqat rekrutmentni bajarib bermaymiz, balkim o'sha 80-90% to'liq HR infrastrukturaga o'sha aylandik deb bemalol ayta olaman. Hozirda B2G'da chek o'zgargan. Shunaqa chek o'zgargan. Bitta, masalan, men o'zimni korxonamga vnidet qilmoqchi bo'lsam, necha pul to'lashim kerak? Endi to'g'risi hozir B2B'ga biz qarab chiqmaymiz. Chunki B2B'da birinchidan fokusimiz yo'qoladi. Bu bir, ikkinchidan chek bizani qoniqtirmaydi. Bu ikki, uchinchidan supportlarimiz bekordan ovora bo'lishadi B2B'ga. Hozir B2G'ga ishlayotganimiz uchun biza yillik kontraktimiz banklar bilan bitta narxda IITda biz qanaqa qilib beramiz? Shunaqa offer beriladiki, отказ qilib bo'lmaydi. Buni bank HR departamentidan boshlab to yuqori lavozimdagi insonlargacha prezentatsiya qilib beramiz. Bu offerda xullas banklar umuman fintechni hech nima yutqizmaydi. Yutqizsa faqat biz yutqizamiz. Bu offerdan shuning uchun kakanu risksiz, ya'ni hech qanaqa riski yo'q offer beramiz. Ya'ni 600 million so'm bu yillik obuna banklarga biza ideal HR infrastruktura, shu ideal HR infrastruktura qo'yib beramiz. Ya'ni o'zimizning platformamizni beramiz. Bu bir, ikkinchidan bizda support komanda bor. Ularga yetishmagan joylarni to'g'rilab beradi, lekin ular qo'shgan har bitta integratsiya, har bitta yangi narsa bizani litsenziyamizda qoladi. Ya'ni u bankka o'tib ketmaydi. 300 dollardan MRR olib turib, keyin riski unaqa boshqa bozor, boshqa anaqaga ko'tarish qanaqadir qiyinchiliklar tug'dirgan. Yo'q, qiyin bo'lmadi, chunki bizda bundan oldingi mijozlarimiz orasida Aloqa bank bor edi. Endi ko'pchilik Aloqa bank mijoz ham Aloqa Ventures yordam berganlar uchun mijoz dedi, lekin bunaqa emas, chunki biz hozirgacha shunaqa qaysi bankka beradigan bo'lsak, bizning bank kamida 1-2 oy test qilib ishlatadi. Qachonki aniq bo'ldi, bu puli har qayerda juda katta bizga effekt katta, chunki banklar kichkina effekt bersangiz, ularga unaqa qiziq emas. Realni katta effekt berdi, bo'ldi bularni olamiz deb qaror qilgandan keyin o'shanda ham sotuv bo'lmaydi, uni hali tasdiqlash kerak, himoya qilish kerak, sotuv bo'limi. Shu bilan 2-3 oy proses olib ketadi, bitta pul tushgungacha proses. Ya'ni Aloqa bank birinchi mijozimiz bo'lgani uchun bizda o'sha
понятный kartina bor edi. Что fintechda banklar bilan ishlaganimiz bizda yaxshi bo'lgan. Ularda qanaqa qurish aniq plani bor, qanaqa ishlatish aniq plani bor, и ularda supportga beriladigan vazifalar ham aniq bo'lgan. Shu bizning plyusimiz bo'lgan. Ya'ni boshqa banklarga kirishimizda aloqa banki keysini ishlatganmiz. И уже keyingi bankda уже bitta bank oldik, ikkinchisini oldik, uchinchisida уже ikkita bank keysini ko'rsata olganmiz. Уже to'rtinchisida uchta bank keysini shunaqa bo'ldi. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz. Masalan, siz mana 86 tani berdingiz-da, lekin HR yoki rekruter totdi, baribir tipi bizga to'g'ri kelmaydi bo'lgan narsasi bormi? Bor. Adashish mumkinmi yo'q? Bo'ladi, adashadi. No, pogрешность katta emas, ya'ni xatolik darajasi katta emas. Aniqlik darajasi bizga bemalol ayta olamiz, 70-80% gacha aniq statistik ma'lumot bilan ko'rsatib bera oladi xaridor xodim haqida. Bu yerda boshqa funksiyalar bor. Filial funksiyalari, menejer, profil, vakansiya, nomzodlar. Buni umumiy mana shu platformani ishlab chiqishga qancha pul ketgan? Ko'p ketgan. Buni ishlab chiqish kamroq ketgan, uni update'lariga, integratsiya qo'shimchalariga ko'proq ketganda. Jamoa yig'ish ham bir muhim startapga muhim kompaniya hisoblanadi. Jamoani qanaqa yig'gansiz? To есть bu tanishlar bo'lganmi, o'zingiz qaraganmisiz va tanish bo'lgan desa ham bo'ladi. Chunki ishlab yurgan paytimiz o'zim Singapur menejment rivojlantirish institutida o'qiganman, Singapurskiy deyishadi. Bu yerda o'qigan yana boshqa do'stlarimiz ham bo'lgan. Quvonchbek bizani CTO'miz bilan birga ishlayotgan joyimizda tanishib qolganmiz. Ular ham Singapurskiyda o'qiyotgan bo'lganlar. Endi ishlarini ko'rgandan keyin, tем более bizlar bilan bitta o'qishda o'qiganlardan keyin уже birga bilganmiz, bizga proyektimizga to'g'ri keladilar, CTO qilib, ishga qabul qilib, bu IT taraflama qismini o'zlari qilganlar. Testirovщикlar bor. Testirovщикlar endi har doim bizda full stavkada ishlashmaydi. O'zi kerakli joylarda testirovщикlar ishlatamiz. Asosan bizda back front dasturchilar, ko'pchilik bu yerda full stack, ya'ni back and front ham ketadi, DevOps bo'yicha ham ish faoliyatini olib borishadi, server bilan ishlayishadi. Bundan tashqari supportligida bor, menimcha, to'g'rimi? Bu ko'pmas, support odam, hozirda support odam bitta, chunki bitta odam o'zi yetyapti bemalol, unaqa qiyinchilik bo'lmayapti. Bitta yana borlar do'stimiz, ular hozir endi ofisda o'tirmaydi, ular kunlari ko'chada o'tadi. Ular bizga ko'proq shu banklar bilan bizning platformamizni integratsiya qilishga yordam beradilar. Boshqa banklar bilan uchrashuvlar qilishimizga ham yordam beradilar. O'sha qanaqadir svязlar, kanal orqali topib, telefonga uchrashib, agar hech qanaqa topa olmasak, tanish shunchaki bankka borib, qabulxonasidan qabullik yozdirib, kirib prezentatsiya qilib mashtaqa. Sotish jarayonidan o'zingiz ham bo'lasiz, to'g'rimi? Birga borib, birga birinchi o'yla hozir offer berib, brief oladi, endi brief oladi. O'sha briefga keyin biz platformamizni ularning briefiga moslab boramiz. O'shanda men o'zim boramiz встречаga. Unda o'sha katta ehtimol test akkaunt ochib, o'sha ishlatishga beramiz. Bu degani o'sha 80-90% sotuv degani. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz. Bahrom aka, keyingi stagelarda kelajakda nima planlar bor? Hozir maqsad tezroq o'sish faqat, chunki bu yildan biz o'zimizning strategiyani o'zgartirganimizdan keyin o'sishimiz bo'lyapti. Tezroq o'sishimiz kerak. Keyingi plan shu yil oxirigacha 35% dan 50% O'zbekistondagi barcha banklarni olish mijoz sifatida. Ikkinchisi otsenkamiz, ya'ni qiymatimizni kamida 3-5 million AQSh dollarigacha oshirish va yangi raund ochish. Konkurentlar haqida so'ramoqchi edim. Juda ham ko'p hozir hamma startap deyapti, balki o'xshash konkurentlar bordir. Bozorda o'sha katta igroklar bordir yoki chetdan qanaqadir global o'yinchi kelsa, Interga ta'sir qiladimi? Hozirda o'zi qanaqa bu jarayon? Hozirda konkurentlar bor, o'zi HR tizimlar bo'yicha konkurentlar bor. Endi lekin ularning visioni, ya'ni yo'li sal boshqacharoq, chunki ishlash tizimidan va mijozlarni segmentidan bilsangiz bo'ladi. Bizdagi hozir o'zimizning fintech segmentiga hali konkurent yo'q bizga. Fintech segmentida, aynan fintech uchun mo'ljallangan HR sistema bo'yicha konkurent yo'q. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz. Bahrom aka, bizda qisqa blitz bor ekan founderlar uchun. Birinchisi, siz qisqa javob berishingiz kerak yoki kuchli mahsulot yoki kuchli founder.
kuchli founder. Nimaga? U founderga bog'liq ko'p narsa. Mahsulot oddiyroq bo'lsa ham, founder kuchli bo'lsa, Investor bilan tez scale yoki mustaqil o'sish. investor bilan scale. Kompaniyani tez sotish yoki uzoq muddatli brend. Endi hammani o'zini anaqasiga qarab, tezroq sotish ham noto'g'ri emas, to'g'ri narsa. Internet range boshlaganimizda qiyinchilik bo'lgan, fail deyilmaydi, qiyinchilik bo'lgan. Ya'ni hamma uchun bir xil narsa, bir xil ideal narsa sotamiz degan fikr bo'lgan. Hozirgi vaqtda kelib tushunyapmizki, bozor segmenti, narx qo'yish va o'zini konkret auditoriyasini topib olish, o'sha market fitini topib olish bu juda katta narsa. Mana shu startap deb o'ylayman, birinchi navbatda eng muhim narsa u market fitini topib olish. Bahrom aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat. Shu ofisga kelib, obzor qildik. Startapingizga omad tilayman. Rahmat. Yana kara-kara o'sish va xudo xolisa zo'r proyektlar bilan ishlashga tilayman. Rahmat katta. Bugun bizlar bilan Inter AI startapi bo'ldi va o'ylaymanki bu suhbat sizga yoqdi va обязательно like, komment va podpis tashlab qo'yinglar. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz.